Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Amerika bilan Kanada həmkarlaşıb mustabid kuchlarning tahdidiga birlikda qarshi turadiganligini bildirgan. Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida Xitoyning Yaponiyada turishliq burunqi elchisining ko'rishish talabini rad qilgan. Alma şirketining bosh ijroiya amaldori Tim Cook Beijingda qatnashgan bir faoliyatda Xitoy bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishni ta'kidlagan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy prezidenti Xi Jinping Moskvani ziyorat qilib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan hamkorlashadiganligini bildirgandan keyin Amerika prezidenti Joe Biden juma kuni Kanadaning poytaxti Ottavani ziyorat qilib, Amerika bilan Kanadaning mustabid kuchlarning tahdidiga birlikda qarshi turadiganligini bildirgan. Yahoo xabarlarining 24 mart kunidagi xabariga qaraganda, Kanada bosh ministri Justin Trudeau juma kunidagi bayonotida kun sayin eshilayotgan Xitoyni o'z ichiga olgan raqobat qarshisida Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadaning hamkorlashib quyosh energiyasi batareya taxtasidan yarim o'tkazgichgacha bo'lgan barliq sohalardagi mahsulotlarni o'z ichiga olgan Shimoliy Amerika bozorini shakllantirishining zarurligini aytgan. Amerika prezidenti Joe Bidendan burun so'z qilgan Kanada bosh ministri Justin Trudeau yana Ukraina masalasida Amerika bilan ittifoqlashib, davlat ichi va sirtidagi mustabidlikka, tahdidga davomli taqobil turish kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Anadolu Ajansining 25 mart kunidagi xabarida aytilishicha, Kyoto axborot agentligining xabariga qaraganda, Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida Xitoyning Yaponiyada turishliq burunqi elchisining ko'rishish talabini rad qilgan. Oldingi oyda Tokiodan ayrilgan bosh elchi Kong Shunyo birinchi oyda Kishida bilan bevosita qo'shilishni talab qilgan. Ammo ishxonasi vaqtning uyg'un emasligini bahona qilib rad qilgan. Kong Shunyodan burunqi elchilar ilgari Yaponiya bosh ministri bilan ko'rishib xo'shlashgan. Kishidaning xo'shlashishi uchun ko'rishishni rad qilishdagi sababi Tokio kontrolligidagi Senkaku orlig'iga yaqin joyda Xitoy paraxodlarining qayta suvga kirishi va Xitoyning josuslik sharlarining Yaponiya osmonida uchishi sababidan xalqning kayfiyatining nacharlashganligi ekan. Bu Yaponiya bosh ministrining 2007-yildan buyon tunji qatim Xitoy bosh elchisining ko'rishishni rad qilishi hisoblangan. Ammo Yaponiyaning diplomatiya ministri Yoshimasa Hayashi Xitoy elchisi bilan ko'rishgan, lekin yig'inni ommaga oshkorlamagan. Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Sun Weidong Tokiodagi yig'inda Yaponiyani rayon sirtidagi kuchlar bilan til biriktirib, Tayvanga qarata salbiy harakat qilishdan ogohlantirgan. Yaponiyaning yangilangan bexatarlik strategiyasiga asoslanganda Xitoy eng chong strategiyalik tahdid. Chaoshan burunqidanmi xatarlik yangi tahdid. Rossiya ig'ir bexatarlik andishi ekan. Amerika 4 fevral Xitoyning shahrini etib, ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirayotgandan keyin Tokio oldingi yillarda Xitoyning gumonliq jismining havo bo'shlig'iga yaqin joyda uchayotganligini bayqaganligini o'ttirg'a qo'ygan. Yaponiya yana mudofaa qismlariga kelgusida havo bo'shlig'iga kirgan har qanday kuchar jismga qarshi qurol ishlatish huquqi bergan. Alma şirketining bosh ijroiya amaldori Tim Cook Beijingda qatnashgan bir faoliyatda Xitoy bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishni ta'kidlagan. Yahoo xabarlarining 25 mart kunidagi xabariga qaraganda, Beijing bilan Washingtonning munosabatining yiriklashishiga qaramay, Alma şirketining bosh ijroiya direktori Tim Cook Xitoyning tunilgan taraqqiyot munbiriga qatnashib, iPhone ishlab chiqaruvchilarning bu rayon bilan bo'lgan aloqasini tabriklagan. O shanba kundagi texnika va ma'rif to'g'risidagi naq maydon muzokarasida Xitoy bilan Alma şirketining birlikda taraqqiy qilganligini, sun'iy aql va reallikni nazarda tutib, shirkatning texnikasini nachar ishlarga qo'llanishdan andisha qiladiganligini aytgan. Alma şirketi yezi ma'rif programmasiga 100 million yuan, ya'ni 15 million dollar chiqim qilishni planlagan. Tim Cook tez o'zgarayotgan dunyoda bolalarning kodlash va tanqidiy tafakkur iqtidorini yetildirishining muhimligini aytgan. Tim Cook Xitoy safarida yana Xitoy hukumat amaldorlari bilan ko'rishgan. U Xitoy hukumati bilan o'zaro manfaat yetkazadigan munosabatni saqlab qolish uchun tirishayotganligi uchun uning bu faoliyatga qatnashishi intayin muhim ekan. Alma şirketi mahsulotlarining mutlaq ko'p qismini Xitoyda ishlab chiqarib, yerlikning iqtisodini ilgari surayotgan hamda Xitoy bozorida dukkan ochish,
mahsulot setish va ko'p xil tor mulozimatini yo'lga qo'ydi ekan. Alma şirketi ilgari Xitoyda kengayishni planlagandan beri mahsulotlari nom chiqargan. Hozir 20% ortiq mahsulotining Xitoyda setilishini umid qiladi ekan. Markaziy Kaliforniyaga joylashgan Cupertino şirketi 2015-yildan buyon har yili Xitoydan 40 milliard dollardan ortiq kirim qilgan. Oldingi moliya yilida Xitoydagi setishi 75 milliard dollarga ulaşgan. Keyingi Xitoy-Amerika savdo urushi va koronavirusi sababli tijarati o'ngishli bo'lmagan. Bu shirkat yaqinqi yillardan buyon Beijingning andisini tugutish uchun namoyishlarni to'sish maqsadida AirDropning hujjatdan o'rtoqlash iqtidorini cheklagan. Shiddatlik zulmat qorong'uligidan keyin eng tez suratda yetib kelish harpisida turgan oydinlik bizni hali ham kutib turibdi. Biroq ma'lum bo'lmoqdaki, insonligimizni allaburun xatar rayoniga akirib qo'yib, jismimizni, quruq iskeletimizni elib qochish ko'yida yurmoqdamiz. Ro'yimizni go'ro'ga qo'yib turib olgan bu qochish qarorining xato tanlashlarning davomi hamda eng qo'rqinchli ekanligiga diqqat e'tiborimiz tayinliqdek. Ibrat saboq og'idek holimizmi chaqliqdek. Halbuki hayotlik dasturimiz navbatdagi sakratlik holatimizga qaramay, o'zining jaranglik sadolari bilan har birimizni mavjudlik krizisimizda to'g'ri tanlashga ega bo'lishga va haqiqat tomon ilgarilab, ziyonni takror sodir qilmaslikka shu tarzda chillab kelmoqda edi. Ey millat, bas, yetar, o'yg'on. Zamon bilan qasamki, inson haqiqatan ziyon ichida. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilar ziyon tortmaydi. Asr surasi Burhan Muhammadning Xo'roz tug'ishi kerakmi nomli yozmasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.